Assalomu alaykum kuzatuvchilar, Ejavika ko'chati ishqibozlari. Mana bugun Ejavika ko'chatlarimiz dastavkasini boshladik. Namangandan, Rishtondan zakaz qilishgan. Mana ko'chatlarni tayyorlab qo'ydik. Holatlari juda ham yaxshi. Mana bo'ylari ham, ildizlari ham juda ham chiroyli. Holati juda ham zo'r. Kattaligi, novchaligi. Endi bunga hozir qo'shimcha bonusiga beg'omuz qo'shib beryapmiz. 4 tasiga bir pachka qilib beramiz. Tagiga 1 kilodan tashlab ekib yuborsa yana ham yaxshi bo'ladi. Buni tushunmaganlar bo'lsa, mabodo beg'omuz nima degan savolga, beg'omuz ekalagi toza tabiiy o'g'it. O'simligi tez o'sishini, ildiz orttirishini yaxshi rivojlantiradi. Buni yordamida yetishtirilgan har qanday meva sabzavotlar inson salomatligiga ziyon yetkazmaydi. Agarda kimgadir shunaqa Ejavika ko'chatlar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu Ejavika ko'chatlarimiz, ko'chatxonamiz. Hozir bu tomonda ikkita poliyamiz bo'shatdik. Hozir mana shu yerda hozir ikkita poliyamiz qoldi. Ko'chatlar holati juda ham dahshat. Bizda umuman 1 yillik ko'chat yo'q, bitta 2 yillik ko'chatlar hammasi katta ko'chatlar.